Sharmanda-da, bu sharmanda qachongacha tosh asrida qolgan urf-odatlar bizni sharmanda qilyapti. Bu shaharliklarda oldida Toshkent yoki boshqa joy gaplasha olmay qolyapmiz. Sharmanda qilyapsizlar. Biz ham qishloqda o'sganmiz. Lekin zamonga qarab, ma'naviyatga qarab sal rivojlanish bo'lyapti. Olovda aylanardik, olovga sig'inganga o'xshab yo'qotdik shu urf-odatlarni. Buni payondozda uni lattani tortish qachon yo'qotamiz? Shaharliklar nima bu? Nimani tortyapti? Shunaqa qimmatmi u latta deyapti. Yo'q, bu oddiy latta 5000, 3000 turadi. Ehsonlarda bepul tarqatadi uni desam, shu lattani tortyaptimi deydi. Yo'q, mana shu bolalar ham lattada dedim-da keyin. Shunaqa latta bular dedim. Qo'polasa. Ya ariqlarning ustiga tushib, stollar sinib, uni ko'tarib, endi men uni tortib olgan odam, unda g'olib chiqqan odam kuchli ekanmiz. Ha, senlar. Kuchli hisoblanmaydi u odam. Kuchli o'shaqa matoni yozib ustiga chiqib ibodat qilgan odam kuchli. Uyqusidan qolib. Katta ayolni qilgan ishini qarang, yoshlar desangiz. Shaharli insonlarda oldida gaplashib, senlar bunaqa, bizda bunaqa deb tursa, men shuni ko'rsatib qo'yib o'chdimda keyin. Men ularga, g'arbga qarab ketyapti shaharliklar. Gul beryapti, tish cho'kib, qo'lini so'rayapti. Uyat oladi bu. To'yda trend yaratyapti bular, sharmanda dedim. Nima deysiz keyin? Nima deydi bilasizmi? O lattani ko'rsatib o'tdi, ariqlarga tushib tumalab yotgan. Hop dedim. Bo'ldi, o'chdim. Qachon rivojlanamiz, qachon taraqqiy etamiz ekan biz jamiyati? Alhamdulillah, bor, rivojlanish bor, lekin bunaqa insonlar orqaga tortyapti-da bizni. Yana 1-2 avlod almashuvi kerakmi deyman-da. Kameradan o'tildi. deb yuraveramiz shekilli.